Yangilanishlar, bunyodkorlik, zamonaviy hayot tarzi, taraqqiyotning yangi tendensiyalari, 21-asrning eng yorqin o'zgarishlari tatbiq etilishi, insonning qadri yuksaklikka olib chiqilishi yangi O'zbekistondagi ortga qaytmas islohotlar poydevoridir. Bu islohotlar bilan O'zbekiston dunyoga o'zining betakror siymosini yana bir karra namoyon eta oldi. Islohotlarning asosiy bo'g'ini inson ekanligi, mamlakatdagi har bir fuqaroga qulay yashash, ishlash, dam olish sharoitlarining yaratilishi uchun sa'y-harakatlar yurtdagi bunyodkorlik maydonlari hajmini kengaytirmoqda. Ana shunday ezgulik maydoniga aylangan hududlardan biri Farg'ona viloyatining Quva tumani. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 11-12 iyul kunlari Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida bergan topshiriqlardan kelib chiqib, Quva tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikdan xoli hududga aylantirish borasida katta hajmli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning quvaliklar hayotidagi o'rniga birinchi galda e'tibor qaratdik. Tuman nuroniylardan biri uzoq yillar irrigatsiya tarmoqlarida faoliyat ko'rsatgan Abdurazzoq Mirzayevni Quva markazidagi xiyobonda uchratib qoldik. Abdurazzoq aka, mana bugun Quvani markazda turibmiz. Quvani to'g'risini aytsam tanimadim. Haqiqatda bugun bunyodkorlik maydoniga aylangan, juda chiroyli mana parklar, dam olish maskanlari qurilibdi. Umuman mana shuncha qilinayotgan ishlar, bunyodkorliklardan quvaliklar xursandmi? Albatta, Quvamiz qurilish maydoniga aylanib qoldi hozir. Mana hozir ko'rib turgan maydonimiz, xiyobonimiz birinchi boshlangan joy. Do'konlarimiz bor edi. Hammasi haligi chodirlarga o'xshagan bir ajoyib edi-da. Hozir buni ko'rsangiz bir go'zal go'sha bo'ldi. Do'konlar 2 qavatlik, tevarlari chiroyli, podvallari bilan bu yo'nalishlarni qarang. Mana milliylik ufurib turibdi-da. Ko'rgan odam maza qiladi. Bu ham ish joyi, ham sifat. Hamma narsa mujassam. Buning uchun turtki kerak edi. Turtki nimadan bo'ldi? Prezidentimizni Quvamizga kelishi. Kelib Quvani tubdan bo'laklardan quramiz. Hamma joyini yangilaymiz. Xalqlarni, Quva xalqini yaxshi yashashi uchun nihoyatda katta bir sharoit, chiroyli sharoitlar qilamiz degan ko'rsatmasiga binoan mana katta mablag'lar ajratilib, mana Quvamizni mana eng Rasta bozori territoriyasi, xiyobonlarimiz, mana hozir bog'larimiz go'zal bo'lyapti. Undan tashqari mana Karkidon suv omborida yashil belbog' deb 270 gektar yerda ko'kala maydon, bog'lar, o'rmonzorlar yaratilyapti. Buni kechasi kunduzi butun rayonni odamlari, butun oblastimiz xalqi hashar bilan qilyapti. Undan tashqari u yerlarda gostinsalar, dam olish joylari, mehmonxonalar, mana shunday infratuzilma kelgan turistlarga xizmat qiladigan hamma narsa mujassam qilinyapti. Yana undan tashqari hali kanat yo'li deydi, tros bilan kanat yo'li nihoyatda bir chiroyli narsa beradi. Chunki mana Xonobodda ko'rdik, mana Zominda ko'rdik. Bu
o'ziga xos, Zominda ham o'ziga xos, Xonobodda ham o'ziga xos. Lekin bizniki hammasidan o'zgacha bo'ladi. Go'zal bo'ladi, chunki butun suv omborida landshafti butunlay ko'rinadi. Janubiy Farg'ona kanali, suv omboridan tushadigan suvlarni chiqishi 2 etaplik ana shunaqa kanatli daroga hozir qilinyapti. Yangi O'zbekiston massivi qurilyapti. Kirgidon suv omboriga burilishda shu yerda yashab turadigan odamlar, yoshlarimiz shu Kirgidon suv omborida turistik zonada ishlashiga imkoniyat bo'ladi. Demakki, ish joyi ham hosil bo'lyapti. G'arbiy tomonlarida butun sanoat zonasi bo'lyapti. Sanoat zonasida ish joyi qancha bo'ladi? Beton zavod deysizmi, asfalt, mix chiqaradiganmi? Undan tashqari necha hozir korxonalar bo'lyapti. Bular hammasi ishchiga muhtojdir. Demak, ish o'rinlari ham nihoyatda go'zal bo'ladi. Undan tashqari mana Kirgidon suv omboriga ketayotgan bo'lsangiz, butun joylarda tik quduqlar qazib turib suvlar chiqarilyapti. Ular hammasida ashirlarda bog'lar tashkil bo'lyapti. Bu bog'larda tashkil bo'lishi, bu bog'larga eng intensiv, mana Yaponiyadami, Xitoydami, qayerda eng yaxshi navlar bo'lsa olib kelib o'tkazilyapti. Shu navlarda yaqin 1-2 yilda hammasi hosil berishni boshlaydi. Demak, bizi mevadan eksport salohiyatimiz ham oshadi. Otaxon faxrlanib so'zlagan lokatsiyaga e'tibor qaratamiz. Ya'ni barpo etilayotgan yangi O'zbekiston massivi, unga tutash kichik sanoat zonasi, davomidagi yangi intensiv uzumzor va Kirgidon suv ombori. Mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 11.7 gektar maydonda yangi O'zbekiston massivi bunyod etilmoqda. Birinchi bosqichda qurib bitkazilgan ko'p qavatli uylarda yosh oilalar ko'chib kelib yashamoqda. Massivga tutash bo'lgan hududdagi 14.9 gektar maydonda Turk 2 kichik sanoat zonasida bugungi kungacha 14 ta loyiha ishga tushirilgan. Yaqin kunlarda yana 19 ta sanoat korxonalari ishga tushirilishi kutilmoqda. Kichik sanoat zonasida 118 ta lot joylashtirgan edik. 35 ta loyihamiz ishga tushdi. 525 ta ish o'rni yaratishimiz kerak edi. Shu kungacha 151 tasi ishga tushdi, ya'ni 374 ta yaratilish jarayonida. Hozirgi paytda 6 gektar bo'sh joyimiz bor edi. Buni biz auksionga chiqardik. 5 yil davomida tadbirkorlarimiz yerni bo'lib to'lash sharti bilan oladi. Infratuzilma yaratilgan. Oldin infratuzilma bo'lmasdi. Mana tadbirkorlarimizga hamma infratuzilma yaratildi. Uzluksiz gaz, tabiiy gaz ishlab chiqarish uchun 2 ta minglik transformator, har xil kuchlanishdagi elektr asboblarini, stanoklar o'rnatganda ular bemalol tok o'ynamasligi uchun shunaqa imkoniyatlar yaratildi. Ushbu sanoat zonadan Kirgidon suv omborigacha bo'lgan hududdagi 47 gektar yer maydonida intensiv usuldagi uzumzor hamda 30 gektar yer maydonida bog' tashkil etilmoqda. E'tibor qarating, bu ishlar tumanning chekka bir qismida amalga oshirilyapti. Yangi O'zbekiston massivida yashaydigan oilalar uchun ish o'rinlari, kichik sanoat zonasi, intensiv bog'lar va Kirgidon suv ombori atrofida barpo etilayotgan turistik obyektlarda yaratilmoqda. Kameralarimiz obyektivini tumanning qaysidir ma'noda boyligi bo'lgan Kirgidon suv omboriga qaratamiz. Quva tumanida ziyorat va ekoturizm yo'nalishidagi lokatsiyalar bisyor, ammo u yerlarda sayyohlar uchun sharoitlar yaratish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish zarur. Davlatimiz rahbarining bergan topshiriqlari va tegishli qarori asosida tumandagi Kirgidon suv ombori atrofini sayyohlik maskaniga aylantirish ishlari jadal olib borilmoqda. Kirgidon suv ombori 1964-yilda qurilgan bo'lib, 180 million kub metr suv saqlash quvvatiga ega. Obyekt hamisha mayin shaboda esadigan qir-adirlar o'rtasida joylashgan. Shuning uchun ham sayyohlar uchun yilning barcha faslida qulay manzil bo'la oladi. Buni inobatga olgan holda hududda yirik sayyohlik obyekti yaratish maqsadida master reja ishlab chiqildi. Bugun mazkur reja asosida ishlar qizg'in olib borilmoqda.
Karkidon suv omborimiz atrofidagi 250 gektar yer maydoni master rejaga asosan loyiha ishlari amalga oshirilyapti. 57 ta zamonaviy uy mehmonxonalar qurilishi ishlari boshlandi. 26 ta uy mehmonxonalarning o'rniga har biri bo'yicha loyihalar ishlab chiqilib, zamonaviy uy mehmonxonalar rekonstruksiya ishlari davom etyapti. Bundan tashqari suv omborimiz atrofidagi 802 kilometr qismda qaytadan yangidan yo'l tashkil qilinyapti. Hozirda qurilishlar amalga oshirilyapti. 100 ga yaqin texnikalar, 60 ga yaqin qurilish tashkilotlari jalb qilingan. Loyihaga ko'ra suv omborining ikki yonidagi tepaliklar orasiga dor yo'li tortilib, harakatlanuvchi osma kabinalar qo'yiladi. Shuningdek, restoranlar, zamonaviy mehmonxonalar va mehmon uylari bunyod etiladi. Suv omborining qirg'oqlarida cho'milish va quvnoq hordiq chiqarish uchun suv attraksionlari tashkil etiladi. Bu yerda cho'milish, quyosh nurida toblanish uchun sharoitlar yaratiladi. Bolajonlar uchun qumlik burchaklari ham tashkil etiladi. Karkidon suv ombori atrofida bunyod etilayotgan turistik obyektlarda 1000 dan ortiq ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Ayni paytda belgilangan master rejaga asosan qurilish bunyodkorligi ishlari davom etyapti. 3 yildan so'ng bu joy sayyohlar oqimi juda yuqori darajada keladigan go'zal maskanga aylanyapti. Ayni paytda ham sayyohlar yetarli. Xalq sayillari o'tkazadigan bir maskanlar bo'lsa, nabiralarini bobolar yetalab borib bir mazza qilib dam oladigan joy bo'lsa deydigan orzularimizni Xudo amalga oshirib qo'ydi. Yurtboshimizning takliflari bilan chiroyli bir maskanga aylandi. Bo'lyapti mana chiroyli, hamma tashkilot rahbarlari tanuvjon bo'lib, mana viloyatimizning hokimlari, bizning tumanning hokimlari, hamma tashkilotlar bir tanuv, bir jon bo'lib hozir o'sha Karkidon suv ombori atrofi bir go'zal maskanga aylanmoqda. Karkidon suv omborida bajarilgan yirik loyihalardan biri suv omborida suvning parlanish darajasini kamaytirish va hududda havo musaffoligini ta'minlash maqsadida qariyb 270 gektarlik yashil belbog' yaratildi. Hududda sug'orish tizimini yaratish uchun 13 ta tik quduq qazish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugun kungacha bir nechta quduqlardan chiqarilgan obihayot yaratilgan yirik yashil belbog' va 10 gektarlik maydonda tashkil etilayotgan gulbog'ni sug'orishda asqotmoqda. To'liq ishga tushirilishi uchun 3 yil muddat talab etiladi. Mazkur mega loyiha nafaqat Quva tumani, balki Farg'ona viloyatining yirik sayyohlik obyektiga aylanadi. Endi e'tiborimizni bugungi kunda bunyodkorlik maydoniga aylangan tumanning yana bir mahallasiga qaratamiz. Qaqir mahalla fuqarolar yig'ini markazidagi Begat ko'chasining o'zida qiymati 5.3 milliard so'm bo'lgan 34 ta loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, 24 ta zamonaviy savdo va xizmat ko'rsatish, 5 ta umumiy ovqatlanish shoxobchalari, 2 ta tibbiyot maskani, IT markazi, to'yxona, kutubxona qurib bitkazilmoqda. Shuningdek, loyiha qiymati 82 milliard so'm bo'lgan 125 ta xonadonli 4 ta ko'p qavatli uylar qaqirlik yosh oilalar uchun barpo etilmoqda. Mahalla ahlining ko'p yillik orzusi bo'lgan 960 o'rinli zamonaviy maktab ham 37 milliard so'mlik byudjet mablag'lari evaziga qad ko'tardi. Muhtaram yurtboshimizni bir ajoyib iborasi bor. Yangi O'zbekiston barpo etamiz, yangi O'zbekiston quramiz deb ko'p ta'kidlaydilar. Biz ana shu yangi O'zbekistonni o'zimiz mahallamiz misolida, timsolida his qilib turibmiz. Chunki 2025-yil biz uchun juda katta qurilishlarni boshlanish yili bo'ldi. Juda katta islohotlar bo'ldi. Sababi mana shu mahalla fuqarolar yig'in hududida hozir 30 dan ortiq savdo va maishiy shoxobchalarimiz qaytadan bunyod etilyapti. Zamonaviy ruhda. Bundan tashqari 12 ta yirik loyiha amalga oshirilyapti. O'rta maktab binosi tubdan yangi qurilyapti. Ko'p qavatli turar joy binolari, to'yxona binosi, tikuvchilik korxonasi, ishlab chiqarish muassasalari, xullas qo'yingki, mahallamizning markazi bugun shaharga aylanyapti. Eng asosiysi bugun mahallamizga shaharning havosi kirib keldi. Chunki 3,5 kilometr oqova suv tarmog'i tortildi. Hali bu ayrim tuman markazlarida yo'q. Mahallamizda kanalizatsiya degan narsa. Aholiga qulaylik bu. 7 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortilyapti yangitdan. Shu bilan bizning hududimizda ichimlik suviga bo'lgan iste'mol talabi to'liq qondiriladi. Bundan tashqari bu qurilishlarimizni qilinayotgan ishlarda eng asosiysi davlat tomonidan berilayotgan ko'makka xalqimiz qarab turmasdan o'zimizning tadbirkorlarimiz ham hissasini qo'shyapti. O'sha amalga oshirilayotgan ishlarni 65 milliardi mahalliy tadbirkorlarimiz tomonidan qilinayotgan qurilishlar. Bundan ham biz xursand bo'lishimiz kerak. Chunki mahallamizda shunaqangi tadbirkorlarimiz bor ekan, shunaqangi ishbilarmonlarimiz bor ekan. Bu xalqimizning obodonchiligiga qo'shayotgan ularning hissasi.
zamonaviy turar joylar bo'lsa, aholining bo'lgan talabini qondiriladi. Qolaversa mahallamizni yo'llari boshqacha tusga kiradi. Shahar timsoliga aylanadi. Bundan tashqari mahallamizda drayveri bor. Bu ko'chatchilik, gulchilik, issiqxonadan foydalanish. Shu sohada nafaqat respublikada, balki xorijga ham mahsulot eksport qiladigan xonadonlarimiz bor. Shu ko'chatchilik sohasidagi ishlarni yangicha yo'nalishga olib kelish uchun izlanish davomida bugun issiqxonalarga bir boshqacha kayfiyat olib kirildi. Ilgari issiqxona bo'lsa, hozir sovutish tizimiga ega bo'lgan issiqxona. Mana o'zlaringiz guvoh bo'ldilaringiz, yangi zamonaviy usulda atirgul ko'chatlar yetishilyapti. Atirgul navlaridan o'sha g'uncha olish yo'lga qo'yilyapti. Kelgusida shunaqangi xonadonlarni ko'paytiramiz. Ijtimoiy sharoiti og'ir xonadonlarga yordam ko'rsatib, o'zini band qilish orqali har xil mayda ishlab chiqarish sexlarini olib kelyapmiz. Bu ham bo'lsa, xalqimizni shu hududda ishsizlikni bartaraf etish, shu hududda migratsiyani qisqartirish yo'lida qilayotgan ishlarimiz. Albatta, yana 2-3 oydan keyin mahallamizga kelsalaringiz tanimay qolasizlar. Go'zal bir mahallaga aylanadi. Xalqimizning kayfiyati ham shunga qarab go'zallashib, shunga qarab tetiklashib bo'lyapti. Ming marta rahmat. Yurtboshimiz boshlagan siyosati bu yangilik. Yangi O'zbekiston quraman degan. Xullas, yangi narsa quraman degan odamning niyati yaxshi bo'ladi. Quraylik, yangilikka intilaveraylik. Mahallada infratuzilmani yaxshilash, aholiga qulay va zamonaviy sharoitlar yaratish maqsadida 47.7 milliard so'mlik bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Yo'l, ichimlik suvi, gaz, elektr energiya tarmoqlari to'liq yangilanmoqda hamda oq va suv tarmoqlari barpo etilmoqda. Mahalla aholisining daromad manbai mavjud. Xususan, 308 ta xonadonda ko'chatchilik, atirgulchilik tufayli daromad olinadi. 155 ta xonadon bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. 260 ta tomorqalarda esa issiqxona xo'jaliklari yaratilgan. Galdagi vazifa driver yo'nalishlarini rivojlantirish va mahallada yetishtirilayotgan mahsulotlar eksporti hajmini oshirishdir. Bu borada yangiliklarga ham qo'l urilmoqda. Mahallada yashovchi To'lqinjon Dehqonov tomorqasidagi 5 sotix maydonda yozning issiq kunlarida sovutish tizimini yo'lga qo'yish orqali atirgulning Gollandiya navini yetishtirmoqda. E'tiborli jihati, sovutish tizimini tashkil etish uchun sarflangan 180 million so'mlik mablag' mahallada kambag'allikni qisqartirish maqsadida homiylik ko'magi orqali ta'minlandi. Tomorqamiz 12 sotiklik tomorqa hisoblanardi. Shuni hozir 5 sotigiga biz shunaqa sovutish sistemasida issiqxona tashkil qildik. Issiqxonamizga 4,5 mingta 2 xil navli atirgul ko'chati Gollandiyadan kelib ekildi. Ko'chatlarimiz sovutish sistemasida o'stiriladi. Bundan maqsad havoni salqin bo'lishi, tashqaridagi gullarga nisbatan ichkaridagi gullarni sifatli va bozorbob hamda narxini qimmatligida farq qiladi. Bir yilda 3-4 marta hosil olishni rejalashtiryapmiz. Bu yil birinchi yilimiz, shuning uchun jinday hosil olishda keyingi yillarga nisbatan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin Xudo xolasa keyingi yildan bu paytda birinchi hosilni olib daromadga kirgan bo'lamiz. Buni mehnati ham yengil, juda ham ichkarida ishlash sharoitlari qulay, harorat 24-25 gradusda saqlanadi doimiy. Bu Gollandiyada yetishtiriladigan navda, to'g'rimi? To'g'ri. Gollandiyadan yetishtirilgan navlarimiz shu O'zbekiston iqlimiga moslab, sovuq iqlim sharoitida yetishtirilyapti gullar. Daromad yiliga 100-150 million atrofida daromad kutilyapti. Ochiq maydonda ekilganga nisbatan daromad yaxshi bo'ladimi? Albatta daromad yaxshi bo'ladi. Kerak bo'lsa 2-3 barobar ko'proq daromad olishda ham imkoni bor. Faqat hammasi o'zimizga, mehnatimizga, qarovga bog'liq. Bilamiz, atirgul suvni yaxshi ko'radi. Tomchilatib sug'orish qilsalar. Tomchilatib sug'orishdan maqsad suvni shu boshidan oxirigacha bo'lgan ko'chatlarga suv bir xilda taqsimlanib yetib borishi va shu suv sistemasida bularga bemalol o'g'itlar, mineral o'g'itlar, dori-darmonni yetkazib berish maqsadida shunaqa sistema qilingan bu sohada. Hozir elektr energiya hisobiga ishlayapti, bu to'g'rimi? Hisob-kitob ko'rdinglarmi? Foyda ko'proq qoladimi? Albatta foyda ko'proq qoladi. Kuniga 30-35 kilovat energiya sarfimiz bor. Yil davomida biz 6 oy, 7 oy havo harorati baland paytda elektr energiyadan foydalanamiz. Havo salqin bo'lishi bilan bu narsa hammasi to'xtab, bu ochiq holatga o'tiladi. Bir mavsumda kamida 4 marta hosil olishning imkoniyati bor. Har bir hosil olganda, demak 4,5 ming dona olasizlar, shunaqa? 4,5 mingta ko'chat bor. Kamida 2-3 tadan hosil beradi. 10 minggacha bemalol hosil olsa bo'ladi.
Tumanda aholining turmush darajasini yaxshilash, ishsizlikka barham berish borasidagi ishlar talaygina. Shulardan biri Akbarobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 15 gektar maydonda tashkil etilayotgan baliqchilik kooperatsiyasidir. Rejaga ko'ra 6 gektar maydonda 130 ta hovuzlar tashkil etilib, har biriga 4000 donadan baliq urug'i solingan holda oilalarga beriladi. Kooperatsiya zarur vositalar bilan to'liq ta'minlaydi va yetilgan baliqlarni oilalardan sotib oladi. Jami hozir 12 nafar fuqarolarimiz baliqchilik yo'nalishida istagini bildirgan fuqarolar aniqlanib, hozir mahalladagi hokim yordamchilari tomonidan oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida kreditlar ajratilib, har bir xonadonlarga baliqchilik yo'nalishida hovuzlar o'zlariga baliqlarni tashab, lider tadbirkor tomonidan kerakli ko'rsatmalar o'rgatilib, boqish ishlarini qanday tashkil qilsa bo'ladi, qana etaplari bor, hamma yo'g'i tushuntirib, o'zlari bilan birga faoliyatini olib borishyapti hozir. Masalan, bitta fuqaroga qancha baliq beriladi? Qancha urug' tashlab beriladi? Bitta hovuzda hozirgi kunda bitta hovuzga 4000 ta baliq urug'i tashlab berilyapti. Uni yetishtirilib masalan 5 oy, 6 oy muddat davomida faqat qariydi xolos. Yetishtirilgan baliq tadbirkor tomonidan sotib olinadi. Va kambag'al oilalar keyingi etaplarda bu narsani birinchi etapda o'rganib olgandan keyin davom ettirishaveradi. O'zlari o'rgangan malakalarini, bilimlarini ishga solib davom ettirishaveradi. Ijtimoiy reyestrda turgan fuqarolar xizmat ko'rsatish hisobiga kambag'allikdan o'zini daromadini oshiradi, o'zini oilasiga daromad olib kiradi. Barcha ishlar quvaliklarning hayotdan rozi bo'lib yashashi, hududning imkoniyatlaridan o'rinli va samarali foydalanishga qaratilgan. Shu bois bunyodkorliklar 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan quvaliklarni mamnun etmoqda. Ular o'z mehnatlari, intilishlari bilan bu islohotlarga esh bo'lishmoqda. Mana xalqini fikrini so'rayapsizlar. Xalqning fikri shundayki, go'zal bo'lsa, yashash ham go'zal bo'lsa, odamlarimiz bir-biriga chehra kulib qarab tursa, demak xursandligini bilasizda. Inshaalloh xalqimiz shunday ajoyibki, mehmondo'st, hech qanaqangi bir yomonlikni istamaydigan, har bir qo'ygan qadami yaxshilikka bo'ladigan xalq. Bizning xalqimiz butun dunyoda ishlayapti. Quva desa, meva borgan joylar aytarkanki, Quva degan respublika ham bormidirkan. Shu darajada butun dunyoda mevamiz taniqli. Uni ta'mi, mazasi, rangi, hammasi odamlar mehr bilan qilyapti-da. Shuning uchun endi Xudo xolasa eksport salohiyatimiz oshsa, butun dunyoni meva bilan ta'minlashga Xudo xolasa inshaalloh yaxshilik bor. Chunki Xitoyda yetishtirilgan, böyle joylarda yetishtirilgan mevalar, Yaponiyada qovuni, tarvuzu, hamma xurmolarni ko'rsatyapti-yu, ularniki yaxshi, ko'rinishi yaxshi. Ammo biznikini mazasi bo'laydi. Ham ko'rinishi, ham mazasi yaxshida. Shuning uchun biz eksportga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Odamlarimizni shunga tayyorgarlik qilishimiz kerak. Yashashda eng go'zal maydoni bo'lishini Alloh nasib qilsin. Quvamiz ana shunday go'zal joy. Chunki tarixan eng kami 3,5 ming yillik quva. Eng kami. Chunki qog'oz ishlab chiqarish birinchi quvadan bo'lgan. Shisha ishlab chiqarish. Mana yopiq drenajlar deydi. Yotiq drenajlar birinchi quvada 3,5 ming yil burun bo'lgan. Chunki Qayqubod podshoni yer ostidan Bayram soy tomonidan olib kelgan suvni. Qarang, yer ostidan mana shu tevarakka, Shahristonga olib kelgan. Shu paytda odamlarning aqlni qarang. Shunaqangi go'zal bo'lgan. Bekorga Al-Farg'oni betdan chiqmaganda. Televizorlarda boshqa shahar tumanlaridagi ishlarni, bunyodkorlik maydonlarini, chiroyli inshootlarni ko'rib, qachonlardir havas qilgan bo'lsangiz kerak. Bugun mana shu islohot quvaga yetib kelganligi, islohotlar davomiy ekanligi va inson uchun ekanligini hayotingizda his qilyapsizmi? Albatta, albatta. Mana Toshkentga borsangiz, hali katta O'zbekiston bog'lari bor, katta bog'lar bor. Shularni havas qilardik. Chunki bolalarimiz olib bir ko'rsatsak deb qo'yamizda, shunaqa dirdik. Mana endi shu hamma islohotlar o'zimizga keldi-da. Yaqinda Xudo xolasa mana 1-2 yil, 3 yillik mana hozir prezidentimizning shunaqa tashabbusi bor. 3 yilda quvani mutlaq bilaylikdan qurishlik. Ana shu 3 yillikning ichida turistik zonaga aylangandan keyin butun dunyoni odamga keladi deb aytgan. Bizlarni bunday yo'lga boshlaganlardan, respublikamizning butun boshliqlaridan hammasidan xursand bo'laman.
Tuman markazi bugun butkul boshqacha qiyofa kasb etmoqda. Xususan, markaziy ko'chalardan bo'lgan Bo'ston ko'chasini 24 ga 7 tartibida faoliyat yuritadigan xizmat ko'rsatish ko'chasiga aylantirish maqsadida ushbu hududdagi 84 ta noqonuniy, ma'nan eskirgan, arxitektura talablariga zid ravishda qurilgan savdo do'konlari va rastalar buzib tashlanib, 2 qavatli zamonaviy savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, mehmonxona barpo etilmoqda. Qariyb 50 milliard so'mlik qurilish ta'mirlash ishlari olib borilayotgan mazkur xizmat ko'rsatish shoxobchalari ishga tushgach 290 ta ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Quva shahrining markazi tanlab olinib, 74 gektar yer maydoni tanlab olinib, master reja ishlab chiqildi. G'alaba MFI Bo'ston ko'chasi 24 7 ishlaydigan ko'chaga aylantirish maqsadida tanlab olindi. 500 metr qismi tanlab olindi. Keyin bu ko'chadagi 100 ga yaqin do'kon egalari bilan tushuntirish ishlari olib borilib, buzib qayta 2 qavatli do'konlar qurib zamonaviy ko'rinishda qurib bitkazilyapti. 1-2 oy ichida bu ko'cha foydalanishga topshiriladi. Keyin bu ko'chada renovatsiya asosida 100-ko'p qavatli uy bor. Shu Bo'ston ko'chada 20 xonadonli notarial xonadon egalari bilan kelishib, o'rnida hozir 7 qavatli yerto'la, 1-2 qavatlarda savdo maishiy xizmat ko'rsatish binosi qurilyapti. Qolgan qavatlari turar joy. Keyin 8-etajda mansarda qismida kafe qurilyapti. Uni oldidan lift orqali chiqib shu ko'rinadigan qulay sharoit yaratilyapti. Yana shu G'alaba MFI'da 37-39 xonadonli uylar ham qurilish MCJ tomonidan notarial kelishilgan. Hozir yerda ham buzish ishlari amalga oshirilib, hozir kotlovan yer ishlari joyida ketyapti. Tuman markazida xotira xiyoboni ham barpo etildi. Shuningdek, 6 gektarga yaqin maydonda istirohat bog'i tashkil etilyapti. Albatta, bu obyektlar nafaqat sayyohlarga, balki tuman aholisining madaniy hordiq chiqarishi uchun katta imkoniyat degani. Shu hududdagi Xo'jampashsho maqbarasi uzoq yillar ko'rimsiz bir holatda bo'lgan. Ayni paytda maskan to'liq rekonstruksiya qilindi. Tasavvuf ilmining yirik namoyandasi, sofiy shoir Xo'jampashsho maqbarasida bajarilgan o'ziga xos milliy me'moriy yechim bilan bu maskan yanada chiroy kasb etdi. Yoshligimizda turpoq yo'llarda yurganmiz. Loy yo'llarda yurdik. Shahardan kelamiz, patinkamiz bor, hali rezinkadan qilingan, brezentdan qilingan, shuni yechib olib yelkaga ilib olib kelamiz, chunki loy turpoqda men ko'chaga kelib olguncha ularni kelib yo'lda oyog'imiz yuvib kiyib olardik-da. Shu darajada qiyinchilik bor edi. Derazaga aynak topish qiyin, bitta taxta topib bir uy qilish qiyin, shunaqa holatlar bo'ldi. Yashash qiyin edi, nihoyatda qiyin edi. Endi mana shu kunga nihoyatda bir hamma narsa bor-da. Yemak, ichmak, kiymak, hamma narsa. Birov yamak kiyim kiymaydi. Birov dazmollamagan narsani kiymaydi-da. Shunday go'zal vaqtga yetib keldik. Bu nimaning oqibati? Bizlarni ham ota-onalarimizning duosini oqibati. Duo qilib farzandlarimiz go'zal, chiroyli yashasin, go'zal vatanda yashasin deb duo qilishgan, bizlar yashayapmiz. Endi biz ham duo qilamiz. Farzandlarimizga duo qilamizki, bizlardan keyin bizlarni ko'radigan paytimizda mana shunday bir go'zal go'shalarni ko'rib turibmiz. Biz farzandlarimiz bizdan ham go'zalroq, bizdan ham yaxshiroq, bizdan ham mukammalroq chiroyli sharoitda yashashini Alloh nasib qilsin. Bunga biz misol bo'lib turibdi. Mana kanalizatsiyalar qilishligi, gazlarni o'tkazishligi, svetlarni farovon bo'lishligi, yo'llarni ravon bo'lishligi, hozir ilmga e'tibor nihoyatda kuchli bo'lyapti. Ta'limga e'tibor kuchli bo'lyapti. Xalqimizga mana ish joylari, yaxshiliklar bo'lyapti. Quvamizga ajratilgan mablag' juda katta mablag' ajratildi. Xalqimiz nihoyatda go'zal yashasin. Farzandlarimiz baxtli bo'lsin, ilmlik bo'lsin, olimlardan bo'lsin, bir-biriga e'tiborlik, e'tiqodlik, oqibatli bo'lsin. Bundan ham chiroyli yashashga haqli bu xalqimiz. Chunki ko'p qiyinchiliklarni ko'rdi. Revolyutsiyadan oldingi qiyinchiliklardan ko'rdi. Hali Chor hukumatida qiyinchiliklarni ko'rdi. Ikkinchi jahon urushidan keyingi tiklanish davrlarini ham ko'rdi. Endi rosa qiyinchiliklarni ko'rib, mana endi yaxshi davrga keldimi? Bu davrda doimiy bo'lishligi, barqaror bo'lishligi, yurtimizni barakotlik, chiroyli yurt bo'lishligi, tinchlik yurti, omonlik yurti bo'lishligini Alloh nasib qilsin.
Bunyodkorlik ishlarining ko'lami keng, xususan Tolmazor mahalla fuqarolar yig'inidan oqib o'tuvchi suv inshootlarida, Karkidon suv ombori hududidagi soylarda, dam olish majmualaridagi bir qator suv havzalarida mikrogeyslar faoliyati yo'lga qo'yildi. Quvada amalga oshirilayotgan ishlarni birgina ko'rsatuvda yoritish mushkul. Eng asosiysi, ortga qaytmas islohotlar sabab qadimiy qubboda quvaliklar orzu qilgan yangi hayot boshlanmoqda.